Ya kerak emas bilasiz. Keyin va zo'r ketadi. Yo'q, oka kerak Zo'r, emas. oka zo'r bo'ladi. Qo'ying. Boshqa yoshlarga ham o'rnak bo'ladi. Qabul olib turing bo'pti. Boshqa yoshlarga o'rnak Kerak bo'ladi. emas, aka. Turing, men ham o'zimnikini aytaman. Ya qo'ying. Hop, boshqatdan oling, boshqadan gaplashing. Bo'l. Ya siz Men yo boshini olib tashlayman. Keyin unaqa men oka kerak emas unaqa. Men to'g'risi o'zi tushishdan aniq qilaman aka. bir kun tradingga aralashdingiz. Keyin nima bo'ldi? Ya qo'ying aka gap. Bu yoshlarga o'rnak bo'ladi. Yoshlarga o'rnak bo'ladi. Nechta yoshlarni hozir yaxshi yo'lga boshlaymiz. Katta biznesmenlar ham chiqib gapiradi-yu. Shu bitta tradingni bir kunda 7000 ko'tardim. Shunda ishdan bo'shadim. Ishdan shundan bo'shadim, normal oila olib berardim. Bo'shadimda 7000 bilan bitta ofis oldim. Bitta bola bor edi. Viloyatli bola. Uni ilmi bor edi, menda yo'q edi. Keyin yonimga oldimda, yur birga ish qilamiz, xullas trade qilamiz. Yo'lda ofis olindi. Bir 3000 cha kirdi ofis o'ziga. Mebel hamma kompyuterlarni olib berdi. Endi ana haligi bola nima deydi? Viloyatli bola edi, ofisant bo'lib ishlardi. Nima deydi? Pul tiksiz, ana ishtiyoqi bilan ketib qoladi deb o'yladim-da. Berilib ketib qoladi, zo'r bo'lib ketadi deb o'yladim. Lekin uylanadigan qiz adasi bermadi. Ofisantga beradigan qizim yo'q edi. Bunda shijoat bor deb men qarab pul tikdim unga. Keyin bitta o'zi emas, okalar bor edi. Okalardan ham pul olib shuna tikdik. Xullas, birinchi kun yomon emas, 1,5 mingmi, 1700 ishlayapti. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi bu yoqda. Men okamga aytaman, bo'ldi, aka li 9 olavering deyman. Aka xursand. 3-kun уже slif bot 2000. Ya bo'ldi 3000 bor, balansda deyilyapti. Uyga ketaman, kechqurun bitta balans qarabman, 1000 qolgan balans. Keyin nima qilding? Sen aka, mashina bilmaysiz deb qochib qo'ydim, ketib qoldi dedi. Qaytib bordim ofisga kechqurun soat 1 da. Katta lot bilan shunday kirildi bozorga, yana 2000 ga sanayt bo'ldi, balans bo'ldi. Demaganda uyga ketayotganda balans slif bo'ldi yana. Shu bir lot qolib ketgan ekan. Katta lot bir azam 10 pip sursa 100 minus bo'ladi. Shuni ketdi balans. Bo'ldi. Hech qanaqa pul yo'q, оборотga hech narsa yo'q, faqat ofis bor. Ofis arendasi to'lash kerak. Ani bolani o'qishiga $700 berib qo'yilgan o'qishi uchun. Keyin u bolaga nima bo'ldi? Endi u bolaga aytilganda, zarariga hech qanaqa aralashmaysan. Unga planshet olib berdim o'zim. Umrimda birinchi marta kreditga aralashib planshet olib berganman. Ishlatsin, o'shani qanaqadir chizmalarni chizsin deb. Bir kun uyda o'tirdim, SMS kelib qoldi planshet. Cho'zilib ketadi lekin videosiz. Telegramdan SMS kelib qoldi. Keyin kirdim. Hali Telegram uni peripiskasini o'qidim to'g'ri. Shundan o'qsam, bitta odam bilan yozishgani bor ekan. Bularga bildirmasdan $700 yechib oldim. Bugun menimcha pul balansidan slif qildim. Yaqinda pul qolmasa men chiqib ketaman deb yozgan ekan. Bo'ldi, shu ko'rdim, jahlim chiqdi. Keyin okamga aytdim, "Aka, mana shunaqa gap. Bo'ldi, keyin ofisda gaplashamiz" dedilar. Keyin ofisga bordik, ofisda ko'rishdik. Ofisda ko'rishilgandan keyin hali bolaga po faktu shu peripiskalarni ko'rsatdik. Bo'ldi, tushundik, qarchi, ani bola qilib beraman deb pulni. Shu bilan yo'q. Qanaqa pul ham yo'q. O'tirimiz keyin. Uni ketidan keyin ancha asfotla qildim. Qarzga kirdim. Kredit oldim. Kreditni surib ketaverar ekan, ketmagan. Shunaqa qilib minusga kirib ketdim. Hozirgi yoshlarga mana sizni o'rningizdagi bolalar bor-da hozir. Bittada katta pul topaman, bittada boyiyman, bittada jek ko'raman deb yurganlar bor. Xayol surib. Shularga kredit haqida nima deysiz? Kredit bilmayman, hamma aytadi, surib tashlaydi. Bunaqa qiladi. To'g'risi, yuzaki qaralgan, kuniga oyiga 400 mingdan to'lab yuboraman deb o'yladim, lekin uncha surmadi. Borimni ham olib qo'ydi-da. Bitta gap bilan yoshlarga kreditni tavsiya qilasizmi yo? Men boshqa aytib olmayman kerak. Hop, hozirgi kunda trading yo'nalishidagi, ya'ni tushunmagan, bilmagan ishga aralashish kerakmi yo'qmi, nima deysiz? Yo'q. Bilim ham mayli, nafs yo'qda katta o'rinda. Nafsi tiya olsa birinchi o'rinda, keyin bilim olib, keyin kirgan maslahat beraman. Endi bilmayman, men o'zim tavba qildim. Xullas, tushunmagan ishlarga aralashish kerak emas. Kimdir quvvatga so'ysa ham qassob so'ysa. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysa. Xullas, yosh avlodlarga nima deymiz? Mana hozir akamning gaplarini eshitdinglar. Trading katta pul ko'rinadi, katta pul topaman deb o'ylaysizlar, lekin bittada tortib ketib qoladi, bilmay qolasizlar. Ilmingli bo'lmasa aralashmanglar. Hamma o'zi bilgan, qilib yurgan ishini qilsin.
Mana akam o'zlari chef povur ekanlar. Bir kunda rezultat zo'r bo'lganda ishdan bo'shadim deyaptilar. Hozir mana yana shu ishga keldilar. Endi aytyapman. Xudo xolasa mana hozir yana zo'r bo'lib ketsa, yana pul topsangiz, endi yana shu ishga aralashasizmi aka? Yo'q. Sen meni yo'q deyapti. Xullas, akam bu yog'iga bosadilar endi. Omad. Aka zo'r video bo'ldi. Akam yo'q deyaptilar. Yoshlarga juda foydali video bo'ldi. Shoshmanglar tez boyishga. Mehnat. Hammaga omad. Короче, bilyardxona ochgansiz. Bilyardxona ochgan, sherigim bo'lgan oyna. Malibuni sotdim. Ha. Billa qo'shdi, yo bu yoq qildi. Bilyardxona ochdi, yetmaganda etdan betdan tortildi. Bilyard stoldan ham qarz bo'lib qoldi. И уже nima deydi? 3 oy shunday просто tak arendaga pul to'ladi. 2300 dan oyiga arenda edi. Hech qanaqa savdo qilmasdan turib, просто 2300 dan 3 oy to'ladi. 1 oy remontga ketdi. 2 oy просто tak o'zimiz ohanlar bilan bilyard o'ynadi. Уже 4-oy уже topshirishga majbur bo'ldi. Unda ham mana o'zingiz qilib yurgan, zo'r soqqa qilib yurgan ishdan chiqib ketib shu ishni qildingiz. Shunaqa. Nima sabab bo'ldi unga? Shu bilyard o'ynab hobbi bo'lib qolgan. Bizda lekin unaqa qimor anaqa emas, просто qiziqardik. Ne ishdan ketdingiz? Ishdan ketmasdan turib qilsa ham bo'lardi. Yo, endi ozgina sabablarga ko'ra ketdim. Ishdan ketmasdan qotdim. O'zimni ishimga ham vaqt ajrata olmay qoldim-da oxirgi payt. Keyin o'sha xo'jayinlar ko'rdi. Shu sani ana bab ko'chada yurib o'rganganman, o'shanga Sho'xlik bor. Ha, shunaqa bo'ldi. Xullas mana bilmagan, tushunmagan, bilyard bo'ladimi, futbol bo'ladimi, unaqa ishlarga aralashmanglar. Mana akam o'zlari professional povur ekanlar. O'shani birinchi ishni hali zo'r qilmasdan turib, ikkinchi ishga o'tib ketib qolibdilar. O'sha birinchi ishda yuraveringlar. Hamma aytadi-yu, ani bitta qayiqqa boshini ushlagan, o'shanda ko'karasan deydi-yu. Ikkita xotin ikki tomonga tortadi deydi. Xullas, ana ikkita qayiq tortsang cho'kasan deydi. O'shaning uchun bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Men ish aytyapman aka. Shunaqa. Charchamang. Rahmat.